Ramazon oyi bir yilda bir marta keladi. Shunga o'xshash Qurbon bayrami ham bir yilga bir marta keladi. Qolgan bayramlar ham shunday. Azizlar, o'zlaringiz aytinglarchi, shu qachon bayram keladi-yu, qachon biz bir-birlarimizni yo'qlaymiz, eslaymiz, tabriklaymiz. Nima uchun har kun mehr oqibat qilmaymiz? Nima uchun jumani kutib turamiz? Har kunimiz bayram-ku, azizlar. Har kun tabriklayveringlar. Juma kuni bilan, shanba kuni bilan, yakshanba kuni bilan har kun turib bir-birlarimizdan hol ahvol so'rasak, unga nima etsin? Mehr oqibat qilish kerakmi yoki bir yilda bir marta o'sha bayramni kutib turish kerakmi? Nima deysizlar shunga? Hammalaringizni tabriklayman. Muborak bo'lsin. Bugungi kunlaringiz xayrli bo'lsin, barokatli bo'lsin, tanajonlaringiz sog' bo'lsin, zamonamiz tinch bo'lsin, iloyim. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Hammalaringizni Alloh uchun yaxshi ko'raman.